Eng ko'p tashqi qarzga ega bo'lgan top 5 ta davlat. Birinchisi Amerika Qo'shma Shtatlari. Uning tashqi qarzi miqdori 26 trillion 470 milliard dollarni tashkil etadi. Bu 2024-yil mart oyiga nisbatan. Asosiy kreditorlar esa Yaponiya 1 trillion 1 milliard dollar, Xitoydan 749 milliard dollar, Buyuk Britaniyadan 690 milliard 2 million dollar, Lyuksemburgdan 373 milliard 5 million dollar, Kanadadan 328 milliard 700 million dollar. AQShning tashqi qarzi dunyoning eng yuqori ko'rsatkichiga ega bo'lib, uning asosiy kreditorlari Yaponiya va Xitoy hisoblanadi. Ikkinchi o'rin Buyuk Britaniya. Uning tashqi qarzi 8 trillion 730 milliard dollarga teng. Asosiy kreditorlar haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Buyuk Britaniyaning tashqi qarzi yuqori bo'lib, bu asosan moliyaviy sektorlarning global faoliyati bilan bog'liq. Uchinchi o'rin Fransiya. Uning tashqi qarz miqdori 6 trillion 470 milliard dollarga teng. Asosiy kreditorlar haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Fransiyaning tashqi qarzi asosan davlat xususiy sektorlari, xalqaro moliyaviy majburiyatlardan iborat. To'rtinchi o'rin Germaniya. Uning tashqi qarz miqdori 6 trillion 460 million dollar. Asosiy kreditorlar haqida ma'lumotlar mavjud emas. Germaniyaning tashqi qarzi yuqori bo'lib, buning eksportga yo'naltirilgan iqtisodiy va moliyaviy sektorlarning global faoliyati bilan bog'liq. 5-o'rin Yaponiya. Uning tashqi qarz miqdori 4 trillion 240 milliard dollarga teng. Asosiy kreditorlar haqida ma'lumotlar mavjud emas. Yaponiyaning tashqi qarzining katta qismi xususiy sektor va moliyaviy institutlarning xalqaro majburiyatlaridan iborat. Endi esa dunyodagi eng kam tashqi qarzga ega bo'lgan top 5 ta davlat. Birinchisi Bruney. Uning tashqi qarz miqdori 3 milliard dollar. Asosiy kreditorlar haqida ma'lumotlar mavjud emas. Bruneyning tashqi qarzi juda past bo'lib, u uning neft va gaz eksportidan oladigan yuqori daromadi bilan bog'liq. Ikkinchi o'rin Turkmaniston. Uning tashqi qarz miqdori 540 million dollarga teng. Asosiy kreditorlar haqida ma'lumotlar mavjud emas. Turkmanistonning tashqi qarzi past bo'lib, bu uning tabiiy gaz eksportidan oladigan yuqori daromadiga bog'liq. Uchinchi o'rin Afg'oniston. Uning tashqi qarz miqdori 145 million dollarga teng. Asosiy kreditorlar haqida ma'lumotlar mavjud emas. Afg'onistonning tashqi qarzi juda past bo'lib, bu uning iqtisodiy faoliyati cheklanganligi bilan bog'liq. 4-o'rin Beliz. Uning tashqi qarz miqdori 1 milliard 320 million dollarga teng. Asosiy kreditorlar haqida esa ma'lumotlar mavjud emas. Belizning tashqi qarzi past bo'lib, bu uning ichki iqtisodiy va cheklangan xalqaro qarz olish imkoniyatlari bilan bog'liq. 5-o'rin Ekvatorial Gvineya. Uning tashqi qarz miqdori 3 milliard 8 million dollarga teng. Asosiy kreditorlar haqida esa ma'lumotlar mavjud emas. Ekvatorial Gvineyaning tashqi qarzi past bo'lib, bu uning neft va gaz eksportidan oladigan yuqori daromadiga bog'liq.